Oltinchi mavzu jinoyat subyekti. Jinoyat subyekti deganda ijtimoiy xavfli qilmishni sodir qilgan va jinoyat qonunida belgilangan yoshga yetgan aqli raso jismoniy shaxs tushuniladi. Subyekt ham jinoyat tarkibining elementi sifatida o'zining zaruriy va fakultativ belgilariga ega. Jinoyat subyektining zaruriy belgilari quyidagilardan iborat. Birinchisi, jinoyat sodir etgan shaxsning jismoniy shaxs bo'lishi. Ikkinchisi, uning aqli raso bo'lishi. Uchinchisi, uning jinoyat qonunida belgilangan muayyan yoshga yetgan bo'lishi. Ayrim hollarda jinoyat qonuni subyektga yuqorida ko'rsatilgan belgilardan tashqari qo'shimcha belgilarni bo'lishini ham talab qilishi mumkin. Bu belgilarga ega bo'lgan shaxslar esa maxsus subyekt deb yuritiladi. Jinoyat qonuni bo'yicha jinoyat sodir etgunga qadar jinoiy javobgarlik yoshiga yetgan aqli raso jismoniy shaxsgina jinoiy javobgarlikka tortiladi. Jinoyat kodeksi 17-moddasiga ko'ra subyekt yoshining 4 ta darajasi mavjud. Bular 13 yosh, 14 yosh, 16 yosh va 18 yosh. Umumiy subyekt yoshi esa 16 yosh deb belgilangan. Jinoyat qonuni talabiga ko'ra jinoyat sodir etgan shaxsning yosh chegaralari aniq belgilanishi uchun shaxsning tug'ilgan yili, oyi, kuni aniqlanishi lozim. Shaxsni ma'lum bir yoshga to'lgan deb topish uchun uning yoshi tug'ilgan kunidan emas, balki tug'ilgan kunidan keyingi kundan boshlab hisoblanadi. Odatda jinoyat sodir etgan shaxsning yoshi uning tug'ilganlik to'g'risidagi ma'lumotlari, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnoma yoki fuqarolik pasportiga qarab aniqlanadi. Agar shaxsning yoshi haqida aniq ma'lumot bo'lmasa, tug'ilgan vaqt sud tibbiyoti ekspertizasi orqali aniqlanadi. Bunda ham xulosa aniq bir yoshni emas, balki 2 yosh orasidagi minimal va maksimal chegarani belgilash bilan cheklanadi. Masalan, 14 yoki 16 yosh orasidagi shaxs. Bunday holatlarda shaxsning yoshi ekspertiza bergan xulosadagi minimal yosh chegarasidan kelib chiqib tayinlanadi. Bunda shaxsning tug'ilgan kuni deb shu minimal yoshdan kelib chiqib aniqlangan yilning 31-dekabri olinadi. Jinoyat kodeksi maxsus moddalarida har bir modda uchun moddaning o'zida to'g'ridan-to'g'ri yosh chegarasi ko'rsatilmagan. Jinoyat kodeksi maxsus moddalari bo'yicha yosh chegarasi Jinoyat kodeksi 17-moddasi orqali aniqlanadi. Chunki shu moddada barcha jinoyatlar uchun jinoiy javobgarlik yosh chegarasi belgilab qo'yilgan. Jinoyat subyektining zaruriy belgilaridan biri bu aqli rasolik. Aqli rasolikdir. Shaxs jinoyat sodir etish vaqtida o'z qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglaganligi va o'z harakatlarini boshqara olganligi tushuniladi. Jinoyat sodir etish vaqtida o'z qilmishining ijtimoiy xavfli xususiyatini anglagan va o'z harakatlarini boshqara olgan shaxsgina aqli raso shaxs deb topiladi. Agar ijtimoiy xavfli qilmishni sodir qilish vaqtida o'z harakatlarini ahamiyatini anglay olmagan yoki o'z harakatlarini boshqara olmagan shaxs jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Bunday shaxslar aqli noraso shaxs deb topiladi. Shaxsni aqli noraso deb topishning yuridik va tibbiy mezoni mavjud. Shaxsni aqli noraso deb topishning yuridik mezoni tafakkuriy va irodaviy belgilardan iborat bo'lib, uning tafakkuriy belgisi shaxs sodir qilgan ijtimoiy xavfli qilmishning xavfli xususiyatini anglay olish yoki anglay olmaslik darajasiga bog'liq bo'ladi.
Shaxsni aqli noraso deb topishning yuridik mezoni irodaviylik belgisi. Shaxsning o'z harakatlarini boshqara olish yoki boshqara olmasligi ko'nikmasi, malakasini ifodalaydi. Shaxsning jinoyat sodir etish natijasida aqli noraso deb topilishi uning uchun jinoiy javobgarlikni istisno etilishini bildirsa, ularning aqli noraso deb topish mezonlari u tafakkuriy va irodaviy belgilariga muvofiq amalga oshiriladi. Shuningdek, irodaviylik va tafakkuriylik belgilaridan birining mavjud bo'lishi yuridik mezon mavjudligini ko'rsatadi. Ya'ni shaxs ijtimoiy xavfli qilmish sodir qilish vaqti o'z harakatlarini anglay olmagan bo'lsa yoki o'z harakatlarini boshqara olmagan bo'lsa, uni jinoiy javobgarlikka tortib bo'lmaydi. Aqli norasolikning yuridik mezoni shaxs o'zi sodir qilayotgan qilmishining ijtimoiy xavflilik xususiyatini anglamasligi yoki o'z harakatlarini boshqara olmasligi natijasida jinoyat qonuni bilan qo'riqlanadigan obyektlarga zarar yetkazishni tushuntiradi. Shaxsning bunday ko'rinishdagi harakatining sababi esa tibbiy mezonda namoyon bo'ladi. Tibbiy mezon shaxs ruhiy holati buzilganligining tibbiy belgilarini ifodalab, ular quyidagi ko'rinishlarda bo'ladi. Ya'ni surunkali ruhiy kasallik, vaqtinchalik ruhiy kasallik, aqli zaiflik hamda ruhiy kasallikning boshqa holatlari. Aqli noraso holatda sodir qilingan qilmishlar uchun sud tomonidan tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llanilishi mumkin. Tibbiy yo'sindagi majburlov choralari esa jazo chorasi deb e'tirof etilmaydi. Tibbiy yo'sindagi majburlov choralari aqli noraso holatda jinoyat sodir etgan shaxslarni majburiy tartibda davolanishga yotqizishda ifodalanadi. Shu o'rinda jinoyat sodir etishda jinoyat sodir etgan shaxsning mast holatda bo'lganligi uning aqli noraso deb topish yoki aqli noraso deb topmaslik xususida bahsli fikrlarni keltirib chiqadi. Biroq jinoyat qonunida, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida mastlik holatda sodir qilingan qilmish jinoiy javobgarlikdan ozod qilmasligi nazarda tutilgan. Unga ko'ra mastlik holatda sodir qilingan qilmish uchun shaxs jinoiy javobgarlikdan ozod etilmaydi va shaxsni aqli noraso holatda deb topilmaydi. Mastlik holatda jinoyat sodir etish jazoni og'irlashtiruvchi holat sifatida jazo tayinlashda inobatga olinadi. Biroq mastlikning ham ixtiyoriy va g'ayri ixtiyoriy turdagi ko'rinishlari mavjudligini inobatga olsak, g'ayri ixtiyoriy mastlik natijasida jinoyat sodir etishni jinoiy jazoni og'irlashtiruvchi holat sifatida qabul qilmaslik maqsadiga muvofiq va jinoyat huquqi nazariy qoidalariga mos bo'ladi. Mastlik inson ongiga ta'sir qiladigan ma'lum bir vositalarni qabul qilish orqali vujudga keladigan holat bo'lib, uning sabablari alkogol ichimliklar, psixotrop moddalar, giyohvandlik vositalari yoki kishining aqli idrokiga ta'sir qiluvchi boshqa moddalar bo'lishi mumkin. Bunda zaharvandlik nazarda tutiladi. Ya'ni kishining aqli idrokiga ta'sir qiluvchi boshqa moddalar deyilganda alkogol hisoblanmagan, narkotik modda hisoblanmagan, giyohvand modda hisoblanmagan, biroq kishining aql idrokiga ta'sir qiluvchi boshqa zaharli moddalar e'tirof etiladi. Jinoyat subyekti xususida so'z yuritganda jinoyatning maxsus subyektiga alohida to'xtalib o'tish lozim. Jinoyatning maxsus subyektiga shaxsda subyektning zaruriy belgilari bilan birga jinoyat qonunida ko'rsatilgan boshqa bir belgilarning ham mavjud bo'lishi talab qilinadigan subyekt aytiladi. Ushbu belgilar quyidagilardan iborat. Jinoyat sodir etgan shaxsning fuqaroligi,
demografik belgilari, jinsi, irqi, mansabi, harbiy xizmatga aloqadorligi, bajarayotgan ishi, kasbga majburiyati, shaxsiy majburiyatlari hamda subyektning asosiy holatlari va boshqalar kirishi mumkin. Shu o'rinda jinoyatning maxsus subyekti xususida uning belgilari ayrim jinoyatlar tarkibining zaruriy belgisi sifatida e'tirof etilishi mumkinligini ta'kidlash lozim. Ya'ni shu belgilarning mavjud emasligi shaxs harakatlarini aynan o'sha modda bo'yicha kvalifikatsiya qilinmasligini anglatadi. Odatda maxsus subyekt belgilari Jinoyat kodeksi maxsus qism moddasida jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan hollarda jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida e'tirof etiladi. Masalan, Jinoyat kodeksi 157-moddasida davlatga xoinlik qilish jinoyatida fuqarolik jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida kelgan. Bundan tashqari Jinoyat kodeksi 120-moddasida erkak jinsidagi shaxslar tomonidan besoqolbozlik jinoyatini sodir etish ham bu yerda jins jinoyat tarkibining zaruriy belgisi sifatida kelishini bildiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.